Assalomu alaykum hurmatli surxondaryoliklar. Ayni damda bugun biz Muzarabot tuman dehqon bozoridamiz. Surxondaryo viloyat hokimimizning yangi yil arafasiga arzonlashtirilgan mahsulotlarni sizlar bilan birgalikda hamkorlikda mahsulot narx-navosi, sifatli mahsulotlar sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Keling qani. Mana olmalarimiz 12 ming so'mdan, mandarinlarimiz 20 ming so'm, bananlar 15 ming so'm. Bu degani juda arzon sifatli narsalar. Buni xalqimizni bayramona kayfiyati yaxshi o'tsin, chiroyli o'tish maqsadiga keling, mana uzumlarni qarang. Hamma narsani arzon. Olmalar mana yana shu yerda 12 ming so'm. Har xil olmalar, bananlar, yana noklar, tuxumlar mana 1000 so'm. Mana narxlari. Guruchlar, moylar, o'simlik moylar 20 ming so'm. Mana ko'rsatib qo'ydi. Shu narsa sotilyapti mana. Har bir narsa, navod 16 ming, quruq choy, oqqan, hamma mahsulotlar bor. Hurmatli muzarabotliklar, xudo xolasa, hozir narada ham suvlar, shu bayramona kayfiyatdagi barcha mahsulotlar sizlarga ko'rsatamiz. Go'shtlar juda sifatli, arzon. Qani xudo xolasa mol go'sht, qo'y go'shti narx-navosi bilan tanishamiz. Qani ketdik. Mana bayram kayfiyatida qorboqlarimiz ham mana gitarada mana odamlarning kayfiyatlarini ruhan ko'tarish maqsadiga tashkil etilgan biz madaniyat rahbariga ham rahmat deymiz. Qani xudo xolasa o'sha go'shtxonamizda go'shtimiz narx-navosini bir tanishaylik, kelingchi. Ayni damda Muzarabot tumanida bugun 25-dekabr kuni mana qo'y go'shtlar kesilib, so'yilib, mol go'shtlar sotiladi. Ichkariga ham to'yilib go'shtlari. Rahmat deymiz tuman rahbarlariga. Odamlarning xursandchiligini qarang. Yosh bolalarni bitta ko'rsatdik mana bozorda mana shunaqa yosh bolalar qarang. Hammasi mana tomoshaga kelgan, xursandchilik, bayramona kayfiyat. Xudo xolasa mana suvlarimiz ham, kola fantalarimiz ham 12 ming so'm. Hamma mahsulotimiz bor. Aroqlarimizni hammasi turi bor. Mana bayramona kayfiyat. Bu yerda mana ochilgan blogi bor ekan. Mana hammasini chiroyli narxda, arzon va sifatli narxda qilib qo'yibdi. Biz shu fursatdan foydalanamiz. Surxondaryo viloyat hokimimizga va Surxondaryo viloyat departamenti rahbariga ham rahmat deymiz. Shuncha e'tibor berib, Muzarabot tumani rahbarlariga ham, Muzarabot tumani departamentiga ham rahmat deymiz. Chunki o'zlari bosh bu yerda turib, qarab, e'tibor berib, xalqimizni ertangi bayramini sifatli o'tkazishga, mahsulotlarimizni sifatli nazoratga olib turganida biz xursandmiz. Xudo xolasa, keyingi tumanlarni kuzatishda davom eting.